O'zbek davlatchiligining boshlang'ich davri sifatida ko'pchilik Anushdeginiylar, Xorazmshohlar sulolasining hukmronlik yillarini tushunishadi. Biroq unday emas. Bu sulola vujudga kelishidan avval Markaziy Osiyoning katta qismiga Qoraxoniylar xoqonligi egalik qilgan. Bu sulola davri bizning hozirgi davlatchiligimizning boshlanishi bo'lgan. Aslimiz shu Qoraxoniylar davriga borib taqaladi. Ushbu davlat 960-yildan 1210-yilgacha deyarli 250 yil yashagan. Asli o'zligimizning tirilish davri ham shu yillarga borib taqaladi. Qoraxoniylar atamasi o'zi qanday vujudga kelgan? Ma'lumotlarga ko'ra, ushbu atama Xoqon Qoraxonning islom dinini qabul qilganidan so'ng paydo bo'lgan. Ba'zilar ularning xonlari tutib yurgan maqomiga qarab ileklar deb atagan. Boshqalar esa Uyg'ur xoqonligi deb atashgan. 940-yil atrofida Qarluqlar Tianshan yaqinidagi Bolasog'un shahrini bosib olishadi va yangi sulola tuzishadi. Birinchi hukmdorlardan biri Abdulkarim Bug'roxon islom dinini qabul qiladi va Dostlan Qoraxon nomi bilan shuhrat topadi. Keyinchalik butun sulola uning nomi bilan Qoraxoniylar deb atala boshlanadi.